Bugün ertalab ajoyib bo'lyapti. Ana video ham boshlanib qolibdi-ku. Hammaga salom, obunachilar. Bugun sizlar bilan Stop Live bo'ladi. Bugun qo'shnim yana xurraga. Telefon qo'ylik. Mayli birinchimiz. Yaxshimisizlar? Ajoyibmisizlar? Qanday kayfiyat? Hammada kayfiyat yaxshi bo'lsa, unda biz videoni boshlaylik. Xurrakos qo'shnim chaqirib keldi. Cho'chqa miyangga mol ertalabda uyqumni buzding kichikka o'xshab. Nima buncha g'urrlab uxlaysan bir? Uxlashni ham bilmaysan. Burni o'qim xavf. Bari ertalabdan bir tiz o'tirmaysan bir. Uxlatgan o'ylaysan. Televizor qo'shgan. Nyam. Bugun ertalab bir qo'llarimizni yuvalaylik. Mana. Yo'qmi? Evet, telefon keldim. Alo, qo'shni, nima deysan? Do'stim, bitta yomon gapim bor. Ertaga kechga borki, nima bo'ladi deymi? Nima? Kameta tushiykan. Qayerda eshitding? Yolg'on. Men ishonmayman. Televizorlar aldaydi. Aldamaydi. Qaysi tarafdan? Janubmi, shimol tarafdanmi? Shimol. Voy. Mayli, bunda bo'lmaganlar. Televizordan ko'rishamasan. Ben televizor qo'shib ko'raylik. Hammaga salom. Bugun axborotlarda o'tadigan darslar bu. Bugun shimol tarafda bir katta ulkan kameta keladi. Bugun sizlar tayyorgarlik ko'rishlaring kerak. Agar u qaysi tarafga tushsa, hamma joyni yopib qo'yadi. Uylaringizni yaxshilab hamma yurib oling. Janub qishloqqa yevich. Rost ekan. Stop. To'xtala, bunga ishonmayman. Qani? To'g'rimikan? Oy, mana nima? Voy, ana shimol tarafga qara, osmonga. Yo'q. Voy. Yo'q, nima? Voy. To'xta, bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Men hozir poliz zikinlarimni yig'ishtirib olay. Men yig'ishtirib olay. Hop. Mana olamiz buni. Qo'rqinchli chindan ham aytibdi. Hop. Ularni telefon qo'yali hozir. Bilan gaplashib olishim kerak. Qoch, yo'g'ol. Ana bugun borki, kameta kelgan. Tez uyga keling. Televizorda ko'ring. O yolg'on lekin. Yolg'on emas, lekin uyimizga kelib ko'ring. Tak, vaqti yo'q. Qo'shnimda eshigini yonida turibdi. Hammasini olib olish kerak vaqtni. Sog'lar yig'ishtirib bo'ldik. Bu yerga ilk qo'yishga tayyorgarlik ko'rish kerak hali. Qaytamiz. Tezroq kirib, yo'qa. Ketmalarni qo'yib pastki tarafga hamma narsani qo'yib oyimni ogohlantirishim kerak. Savchilarni sol tezroq iltimos. Ishlarimni yig'ishtirib olaman. Yo'li ertalabga shu qonni to'xtata. Alo, oyijon, bugun bilan shoshilmang. Shuncha kuch qo'lim kelayotgan bo'lsa ham. Alo, oyijon, bugun assalomu alaykum oyijon. Bugun ana shimol tarafdan qarang, yuziga ana kameta kelyapti ekan, bir juda dahshatli ekan u. Ko'rdim men. Senga hozir telefon qilib aytmoqchi edim. O'zing yaxshimisan? Hol-ahvolot so'ramaysan ham bir. Nima, onangni sog'inmadingmi sen? Yo'q, ana sog'indim. Faqat sizni shu bilan ogohlantirib qo'ymoqchi edim-da. U juda qo'rqinchli ekan. Unga tayyorgarlik ko'rmasak bo'lmaydi. Ana bu o'tinimda yig'ishtirib beribdi. Rahmat qo'shni. Arrada bor arra.
tez chopadigan arra. Hop, kitoblardan bir narsani o'qiydi. Qizil kitob. Hop. Qizil kitobni Bu o'qi. buyoqdan bo'lmayapti. Stop. Hamma xabarlarda shunday, Instagramda ham bu mashhur bo'ldi. Shkafni yopib qo'yaylik. Hop, bu yoqda tayyorgarlik ko'rish kerak. Tak. Uyim yaxshilab himoyalangan. Raqabati Yaxshiyamki, anim bilan. tomi yaxshi ham Petroqdan. Yonboshlari esa obsidiandan, bu bazaga o'xshaydi xuddi. Ichilari esa sapsariq. Qo'shni bir uyingizni ko'rsataydi, obunachilarimga ruxsat berasizmi? Hop, qani go tezlash kerak. Oh, mana. Aslahalar kuchaytiribdi-ku. Wow. Menga tetik bo'lishim uchun olma paydo bo'lyapti inventarimda. Bir kitoblarda o'qib olaydi hozir. Hop. Komitani tezligi. What? Tez kelar ekan. Aynan kechqurun soat 10 gacha shu yerda bo'lar ekan. Hammayli. Bugun biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Qo'shni tez yig'ishtirib bering, sizga bir stak zumrad beraman. Voy, yo'q. Voy, kirish kerak tezlash. Zumrad Mana hozir menga tashlab keting dammasin. Muncha katta uyiz. Chiroyli ekan. Men ichi kattada men sizga o'xshab narsalar to'ldirib tashlaganman. Yo'q. Mana Pul shart emas, sizga berildi. Mana yana. 64 ta bo'lishi shunchasi. Kamgina ekan, 64. Qayerga solish kerak mana bu hisoblay. Короче, baliqlar o'ynab Bitiraqlasin chiqmay turish kerak. Shu kungacha ovqatlarini ko'p tarqatib olish kerak. Bunisi bu yoqda o'tirib odam zerikib ketadi. U kelmoqda, yaqinlashmoqda. Voy, tezlash. Baliq tutib olish kerak. Kiradi lekin. Hop. Yo'q. Sindirib kirib olaman. Men. Sindiraman. Oy. Shunday kun boshimizda bormidi? Qutulib qolamizmi, yo'qmi? Shu ham noma'lumda, shu ham. O'tinlarni maydalab keladi. Uyim bazaq qo'yaman, malaka. Obsidian bilan. Eshigim sindirmasin yana. Eshigingda Lekin qo'shni 12 dan keladi, 12 da. Kechqurunmi? Bo'lmasa kelmay tursan, ayt telefon qilib. Telefonim Men aytmabman-ku. uyda. Alo, ona. Ha, bolam. Ana bu uyingizni yaxshilab himoyaladingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Dadam qanday? Alo. Ha, bolam. Dadang yaxshi. O'zingchi qalaysan? Men yaxshiman. Xullas, o'zingiz tinch o'tiribsizmi? Uyingiz yaxshi himoyalangan? Tomlari ham, poli ham, yopish devorlari ham betondan bo'lsa kerak. Shunga bir qo'rqyapti devori ham, tomi ham, poli ham. Polni taxta qilmoqchi edik, lekin dadam urishdi nimagadir. Taxta qilmay shunday noyob deygan. Mayli, almashtiraman, oyijon bo'ldi. Mayli, xayr. To'xta, men axborotlardan qidirib turay. Borib turing qo'shnim ichib ola. Odat, ertalabam axlatni bizdes. Mayli. Hop. Bo'ldi, yana tayyorgarlik boshlandi. Davay, tezlash. Nimaga? Kelmoqda, kech bo'lmoqda. Shuni. Mana hozir kechki 12 yo'qoling, qo'shni hozir yaqinlashmoqda. Uyingizga tez kiring. Oyingiz keldimi? Mana keldi. Mayli, telefonlashamiz. Yo'q. Ali qo'shni kirib oldingizmi uyingizga? Yo'q, qulflanib qoldi. Yana 10 minut qoldi, shu yerga tushadi. Alovlar o'zi yaqinlashmoqda. Hop, hozir kiribman. Qimirlab ketyapti. Yo'q, Voydod. Yo'q. Shkafga kirib olishim kerak. Voydod. Yo'q. Oy. Qo'shni, bu yoqlar yomon bo'lib ketibdi-ku. Qornim ochib qoldi. Alo. Qo'shni. Bu yoqlar yomon bo'lib ketibdi. Uyda nima qo'tiribsiz shuncha payt? Siz mazza o'tirgan paytda men qornim ochdi.
Svetla yo'qolib, arang bitta shamda o'tiribman. Hozir bu qaydan kelib qoldi? Qo'shni yoqqimiz kerakda. Ular yoqqa o'zini joyiga qo'yib qo'yib, sham tugashi mumkin. Qorin kalama chiqib ketdi, ovqat bormay. Ana barakani yo'q. Tarozda yeymiz. Sho'rani ichamiz. Qornim to'ydirib oldim. Nima qilyapsiz? Paqirga. Anasi oldi. Ko'rdim. Qara ketdi. Paqirjon ketmasin. Qara. Voh, qilib qoldim aksidentka. Kamera ko'raychi. Meni ham 4-5 ta aslahalarim bor. Aura yig'dim. Endi men PvP'chaman. Qo'shni, bitta narsa aytay. Kiringda bitta uyma. Cho'chaqman, sen nima o'ylayapsan? PvP qilamiz, davaymi? Nima sen joning ketmayapti? Kuchuk sehrli bo'lgan aslahalarni botga o'xshab. Voydod, hozir kirkini o'ldirib qo'yadi bu. Kirkani ham sehrlaganman. Kuchuk. Effektivность. Nima qilsa bo'laversa sehr. Voydod! O'ylasam. Ay. Ya, lavaga tushib ketdi, yarmi. Qanaqasi? Qiliching qotdi. Tur. Asta-qarang ich. Nimaga? Mazza. Voydod! Mazza, men uxlayman. Ikkinchi marta o'ldim. Kuchukqa o'xshab men garang. Men cho'milib yotibman. Men ham cho'milishni o'rganib oldim. Men lavadan baliq tutaman. Endi men bobigimsan. Kuch. Men qilichim qoladi. Kirkaman barakani. Qilichni qanday olaman? Kim oldi seni? Sen. Buyurtaman. Voh. Nima oldi?